Bu taomni ortiqcha ta'riflab o'tirmayman. Buni mazasini faqat yeganlar biladi. Uyg'ur milliy taomlaridan go'shtnon tayyorlash retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bismillah deb idishga unni elab, ozgina yog' va tuzli suv quyib, yumshoq xamir qorib, 1-2 mushlab tindirishga qo'yamiz. Xamir tingach katta va kichik zuvolachalarga bo'lib, kattasini 90, kichigini 75 grammdan qilib tindirishga qo'yamiz. Zuvolalar tunguncha qiymamizni tayyorlaymiz. Qo'y go'shti, piyoz, pomidor, bulg'or qalampirni 4 burchak to'g'rab, tuz, murch, zira solib aralashtiramiz. Tingan xamirlarimizni yoyib, katta xamirni tagiga qo'yib, ustidan qiyma solib, uning ustidan kichik xamirimizni yopib, tugib, qizib turgan yog'da o'rta olovda qovurib olamiz. Go'shtnonlarimiz qizarib pishib chiqadi. Ularni shu turishda iste'mol qilsangiz ham bo'ladi, lekin men ichidagi go'shtlar yumshoq bo'lishi uchun qozonda dimladim. Qizigan qozonga bir osh qoshiq yog' va kartoshkalarni solib, ustidan tuz sepib, aralashtiramiz. Ustidan go'shtnonlarni terib, yarim kosa suv quyib, qopqoqni yopib, past olovda 30 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Pishgach, xohishga ko'ra salatlar bilan tortamiz. Tayyorlab ko'ring, sizga aniq yoqib qoladi.